Video olishda davom etamiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksi. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Kuryerlik xizmati yukingizni yig'ib o'sha nima deydi? Yuk mashina pochtalargacha olib borib dastaka qilib beramiz. Bizga dona chiqarib beringlar deganlar ko'p bo'lyapti. Donaga qoplamaydi. Bizning xizmatimiz pullik. Mana pullarni momiqqina chiqibdi. Bular qanchadan? Ular 35 ming. Narxi 35 ming so'm ekan, bu hammi? Bu cho'lasi 35 ming so'mdan ekan. Razmerim bular? Razmer 52, 52, 54, 56 ekan razmerlari. Donaga yo'q-a? Donaga 70 ming. Donaga Internetda bo'lsa yo'q. ha, donaga yo'q deyishyapti. Unalarchi yashil. Bular o'sha 35 ming. Bu ham 35 ming so'm ekan. Ha, TVPS qancha? Bularimiz 22 ming. 22 ming so'm ekan TVPS. Bu tomonlarchi? Bular 20 ming so'mdan ekan. Kapshonka 25. Kapshonka 25 ming so'm ekan. Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q. Telefon nomer shart bas deyishyapti. Real oladigan kamda. Ha, haqiqatan oladigan bo'lsa, mana bizga murojaat qilinglar. Biz nima edi, egasini topib pullash. Ha, shunaqa gaplar topib nomerni olib beramiz. Bu yerda o'sha detskiy komplektchalar, yosh bolalar komplektshalari, troyka, dvoyka deganlardan har turdan bor ekan. Assalomu alaykum. So'ramay video qo'yardik ama. Bo'lmaysiz. Narxlari qanchadan bir qator tanishtirib yorsangiz? 20 ming so'm. Shu TVgacha? Shu TVgacha 20 ming so'm ekan. Bunisi 25 ming so'm. Bunisi 25 ming so'm. Material qaliroq. 20 ming so'm narxlari. Shugacha, mana shu narilar 20 ming so'm, shu uchala qator 27 ming so'm. 27 ming so'm ular, to'qimalar, to'qima kombinatsiyalar. Bunisi 45 ming. Bunimi? Bu 45 ming so'm ekan, troyka. Va TVda rasvitkasi bor ekan, qora. Pasti ham bor. Boshqa narsa bor, pastiga tushgan yo'qmi? Ishtonchamiz yo'q. Bu tomonlar 35 ming. 35 ming so'm ekan, tomonlar. Bunisi 40 ming so'm bilinglar. O TVdami? Kechkiga chiqsa, O'sha TVda ikkita 40 ming so'mmi? Ha, to'rttalik TVda 40 ming so'm. Bu yoqda Ha, bu vaqt aytyapsizmi? Uzr so'rayman, boshqasiga gapirayotgan ekan. Onlar 40 ming so'mdan mana shular. O chekkadami? O quyoncha 40 ming so'm ekan. Mana shu 3ta 1, 2, 3 sariq 3ta. Mana chekkadagi to'q sariq 40 ming so'm ekan narxi. Bular qancha dedingiz? 35 ming. Bular 35 ming so'm ekan. Bu tomonchi? 25 ming so'm, o narigisi 35 ming. Bitta 25 ming so'm, 35 ming so'mliklar bor ekan. Chekkadagi 35 ming so'm, qolganlari 25 ming so'mdan ekan. Bunachi TVPS 22 ming so'm. 22 ming so'm ekan. Bular assortiment juda ham ko'p ekan. Bu yerda chaqaloqlar bor ekan. Bular qanchadan? 12 ming. Bular 12 ming so'm. Nechtalik? 4 talik. 4 talik ekan. Telefon nomer 91lik 91lik 149 149 76 29. 76 29 raqamga murojaat qilinglar. Charchamanglar, bozorlaring bersin. Bular qancha beryapsizlar? Kamzirchalar narxi 30 ming so'm ekan. Razmerim bu? ha, razmer 8-10 yosh. 8-10 yosh ekan. Narxi 30 ming so'm. Ha, qanday Ichkarilardan video qilishga ruxsat berdi. Bularchimi TVPSlar qancha?
Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Tirikchilik boshqa hunarlarni ham qilyapmiz. Ha, rahmat. Bular narxini aytib yuboring. Aka 35. Bu 35 ming so'm ekan, ha? Monosi ham shundanmi? Ha, bular bir xil. Razmerda endi. Narxi 35 ming so'm ekan, keyingisi 40 ming so'm ekan. Bular qancha? Bular oxirigacha 40 ming, ha? Ha, Bular rasvetkalar ekan. bu ham 40 ming. Bular ham 40 ming so'm ekan. Troyka aka. Troyka ekan. Jiletcha, shimcha. Bu duvoyka. Ikkitasi. Bu dvoyka ekan, 3tasi 100 ming so'm ekan. Ko'ylakchi. Bu Podraskoy aka. Podorskovoy. Pachkaga 45 ming. Pachka narxi 45 ming so'm ekan. Bular 60 ming. Bular kashmirlar 60 ming so'm ekan, rasvetkalar. 3 sinf, 4 sinflarga tushiradi deyishyapti. Ana ikkovi diyor 5-6 yosh, bu 50 ming. Bu diyorlar 5-6 yosh ekan, narxi 50 ming so'mdan ekan. Bularchi aka? Bular 60 ming. 60 ming? Ha, bu zamogli 60 ming. Bular 60 ming so'm ekan, katta razmer, oldi zamogli. Bularmi? 3-sinfgacha tushaveradi deyishyapti. Pachkalanganlar. Ha, bular ham 3-sinfga tushaverar ekan. Kimga o'zi? Materiali kashmir. Ichkari ham kiravering. Bu qancha? Bu 30 ming so'm, bu tiyadagilar 50 ming so'm ekan. Ikkalasini ham shimi bor ekan. Bu yoqda ko'ylakchalar. Nimasini o'zimi? Bular 60 ming so'm dedingiz-a? Bular pachkaga 50 ming so'm ekan. Troyka ekan, bu ham yubkachasi, kamzarchasi, keyin ichida mana koftachasi. Pachkaga 50 ming, donaga 60 ming, ha? Donaga 60 ming. Tivadagichi buni 30 ming so'm, bu ham dvoyka ekan, kamzarcha. Bular rasvetkalari. Bu tomonlarchi? O'rtadagi 35, pastdagi 40. O'rtadagi. 40. Mana bu 35 ekan, ha? Bu pastdagi 40 ming so'm. Eng tevadagilar 40 ming, u ham 40. bu ham 40 ming so'm ekan. Troyka ekan, bu ham troyka ekan, 3 talik, bu 2 talik ham mana. Ular ikkita. Bu 2 talik. Ham chiroyli ishlar. Endi bitta shular buni montaj ko'ylaklar, rasvetkalari. Ular shunaqa gaplar, har xil ishlar bor ekan. Ular o'ta chiroyli tikilgan ekan. Tugmachalari. Hammasi razmeri, dali standart. Hammasi razmer 3 talik razmer. 3 talik, 2 talik, ha. Telefon nomerlaring, 90lik. telefon raqamlari. Monolarni ko'rsatmayapman. Bular qanchadan? Ular ham 38. 38 ming so'm ekan buni narxi. TVPS ekan. Keyin monolar bor ekan, ha. Kichkina razmer ekan-da ularda. Ashla skidka 30 ming. Bular skidka narxi ekan, narxi 30 ming so'm ekan. Necha yoshlar bu? 3, 5, 7 yosh. 3, 5, 7 yosh ekan, 3 talik ekan. Hozir ilib ko'rsataman. Mana koftachasi, keyin orqasida mana bu koja yubkachasi bor ekan. 3 talik razmer. Bularchi? Ularimiz tugab qoldi. Bundan tugab qolishibdi. Ular ham yo'q-a, ko'rsatmadiku Ular bularni. tugadi, shu garderobdagilar donalilar. Bular donalik ekan. Kam qolishibdi bulardan shular. Bu qancha buni? Ular 25. 25 ming so'm. Tivani o'zimi bu? Yo'q, yo'q. TVPS ekan, narxi 25 ming so'm ekan. 1,5-2 yoshlar shikliga. Paralon shunaqa. 1,5-2 yoshlar. Bular donaga savdo bo'laverar ekan. Ha, nomerlaring nechalik? 90lik. 90lik, 550. 550. Telefon raqamlari 90lik, 550, 80 02 raqamiga aloqaga chiqinglar. Uncha yana ma'lumotlarni bemalol so'rab olsang bo'laveradi. Hormanglar, YouTube'ga video olyapman. Sochiqchalar, bani sochiqlar, salfetkalar, keyin pijamachalar, TVPS ekan. Xitoymi bu?
Совместный ekan. Bu Jennifer deylarmi endi bu? Sviter kofta. Sviter kofta. Birlashmaymi buni? Qiz bolalar ekan bu. O'zbekistongacha tushadi. Ha, nech pul bular? 60 ming. Pulning narxi 60 ming so'm ekan. Keyin buchi uzunroq bor ekan bundan ham. Bu nech? Shimi bilan 180 ming. Bu shimi bilan ekan, narxi 180 ming so'm ekan. Bu razmermi yo standartmi? Standart 48 gacha tushadi. Standart 48 dan 52 gacha tushiradi deyishyapti. Narxini qancha dedingiz? 180 ming. 180 ming so'm ekan. Bu qancha? 60 ming. Bu 60 ming so'm ekan. Mana bu manikiga kiygizilgani. 5 ming xalapachkaga. Mana bu o'sha past 180 ming deyotganingizmi? 180 ming. 130 ming, 130 ming. Mana ikkovi boshqami? Ikkalasi boshqa narsa. Ha, bu narxi 130 ming so'm ekan, buni narxi 180 ming dedingiz-a buni? 180 ming so'm ekan, ikkalasi boshqa narsa ekan. Bunalar nech pul? 22 ming. Pijamachilar 22 ming so'm, bir 6-7 yoshlarga tushadigan ekan. Sochiqchalarchi? Sochiqlar har xil deyishyapti, xullas. Telefon nomer qo'yakmi? Ha? Telefon nomer shart bas deyishyapti. Bozorlaring bersin. Boboshbek bozorimiz sekin-sekin tugayapti. Shu do'konlar aynalyapmiz. Bu yerda ham allambalo ishlar.